Eshitishimcha, Pentagon bizni kuzatarmish. 27 diagonalniy monoblok. Hozir xarakteristikalar bilan tanishtiramiz. Qarang. Core i7 11-pokoleniya. Ofisno ham 11-pokoleniya Core i7 bo'ladimi? Men tushunmadim. Operativkasi 16 GB. Hozir video montajchilar 16 GB ishlatyapti. 3200 shinada. Hard SSD 1 TB, video kartasi 8 GB o'zini Intel Iris bilan jihozlangan. Men nima deyishga ham hayronman. Bu ofisnimi yo o'yin o'ynash uchunmi? Hayronman. Lekin maza qilgan joyim ovozi bilan sensoriga maza qildim. Qarang. Sensor ovozlari. Qarang. Umuman pirillash degan narsa yo'q. Bilsiz, odatda notebook monobloklarda muzikani bor ovoziga qo'ysangiz pirillab ketib qoladi. Lekin ovozlariga ham maza qildim. Endi dizayni bu alohida tema. Umuman olganda, narxi sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta lichkadan yozib olasiz. Biz ham maza qilaylik lichkadan